Assalomu alaykum Quvasoy Ipak kuzatuv borchilari. Mana Xudo xolasa videolarimizni boshladik. Hop, Quvasoy shahar MF'damiz. Paytga 3 ta Red Pen Plus 6000 materialni olib kelib rom o'rnatib berganmiz. 3 ta rom, 2 ta 2 qanotli eshik. Hop, 1.20 ga 1.56 padagonlilari bilan yo'du aynak. Hamma yo'q kak polojniy bo'lib bitdi. Xudo xolasa hozir ichkaridan obzorini qilib beramiz. Mana tashqaridan ko'rinishlari. Hali daraxt o'sib qolyapti. Ichkaridan kirganda o'ng tomonda hozir ikkita eshigimiz bor. Bu ham 2 qanotlik 6000 kvadrat materialda bo'lgan. Ruchkalari yaxshi bo'lib, garantiyalilar. Garantiyali ruchkali qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishiga ahamiyat berasizlar. Tojaxus. Hop. Oldin adashir bo'lib chiqqan bu ruchka. Xuddi shu ruchkadan o'rnatib berganmiz, original ruchka. Qulflanishlari. Ochilishlari. Zazorlari ham yo'q. Ekipolojniy bo'lgan original lambri 2 qavat arqon gullik, tevasi oq oyni. Graf zamok. Aytganimdek, tojaksiz ruchkalar. Hop, bag'da romlarimiz bor. Aytganimdek 1.20 ga 1.56 zazorlar ko'rishingiz mumkin. Bag'dan 0.5 cm, bag'dan 0.5 cm zazor qo'ygan. Padagonnilar dual ichiga tiqib 0.5 cm dan o'rnatib berganmiz. Ertaga yotib ko'saganda qiynalmaydigan qilib. Bunisi ham Ariov ruchka. O'kinnilar eng tozasidan zatseflariga polojniy qo'yilgan. Hop, soedinitillari original, padagonligi original padagonlik. Yopilishlari yo'du aynakning farqini ko'rishingiz mumkin. Eng to'q yo'du aynak mana. Xo'sh, teriyadan farqlab olsalaring bo'ladi. Juda chiroyli oynalar. Sifatli paket xizmati bilan qilib berganmiz. Shpingeletlari original shpingelet. Yopilishlari. Quvasoy Ikpada o'zlaring bilasizlar, biz eskidan kuzatib boruvchi obunachilarimiz bor, kuzatib boradigan. Hop, doimiy 4 tadan oshiq-moshiq har birida. 2 qavat gullik oyna, original lambrik. Hop, Graf firmasiga tegishli original serdeshning original zamok qulflanishlari juda yengil holatda. Yopilishlari ham juda go'zal holatda bo'lib bitgan. Xudo xolasa bugundan boshlab bugun hop sanamiz 15 oktyabr ekan. 15 oktyabrda ishimiz bu. Bugundan boshlab yana kanalimizni yurgizishni boshladik. Bundan keyin yana videolarimiz bor, rosa katta ishlar qilganmiz. Ulardan video qilib joylab boramiz. Akfaqa gizaman deyotgan do'stlaringga jo'natib qo'ysalaring, manfaatini sevib oladi degan umiddamiz. Men xuddi shunday original soedinitel, hop, original zatsef, original ruchka, original spanitel, padagonnilar. Hop, bu yoniga chiqishi 6 cm, bu yoniga chiqishi 6 cm dan o'rnatib berganmiz. Hop, общий ishimiz 1.20 ga 1.56 rom 3 ta plus yo'du aynak padagonligi bilan bag'da 1.10 ga 2.45 eshigimiz, 2 ta 2 qanotlik eshigimiz. Hop, общий summasi 8.200.000 so'm bo'lyapti. Olib kelib ustanovkasi joyini buzib ustanovka qilib ketishimiz 8 million so'm
8.200.000 so'mga bo'lyapti. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmatingizda Quvasoy aka. Kuzatib borishda davom etinglar, like bosinglar, podpiska qilishni unutmanglar.